Moskvada ish bor do'stlar, 180 ming rubl oylikli ish do'stlar. O'zbek so'miga bu pulimiz do'stlar 27 million plus minus bo'ladi do'stlar. Yotoq joy beradi, ovqatlaringni beradi, ishga olib borib olib kelishlaringni ta'minlaydi hamda formalaringni qilib beradi, hamma sharoitlaringni qilib beradi do'stlar. Kommentariyaga ish kerak deb yozib qo'yinglar, men sizlarga Telegram hamda WhatsApp har kunlik ishlar, kvartiralar kanalini tashlayveraman. Hozir ish beruvchi direktorimiz oldiga boramiz. Sanjig aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tinchmisiz? Nima deysiz musofirlarga? Ishlab pulni topib vatanga qaytaylik deymiz. Boshqa hech narsa demaymiz. Nechta ishchi qabul qilamiz ishimizga? Ishchi cheklanmagan. Qancha kolleksiyada bo'lsa, shuncha qabul qilinadi. Mana shu videoni storiesga ko'tarib ketinglar do'stlar. Sababi ishsiz yurgan musofirlarimiz hammasi xabardor bo'lishsin. Hozir qo'los sizda nechta ishchiz bor? 450 tadan 500 tagacha odam ishlayapti. Videoni ishsiz yurgan do'stlaringga jo'natib qo'yinglar. Siz tomondan, kompaniyasi tomonidan qanaqa imkoniyatlar qilib beriladi? Tanishtirib o'tsangiz. Hozirgi danli momentda трудовой договор ofitsial ishga olinadi. O'zbekistondan kelib turgan bo'lsa, pul beriladi dokumentiga. Videoga like bosamiz. Ishonchli kompaniya, ishonchli va hamma kelib ishlashni tavsiya qilaman. Hozir danli moment shu skladimizniki 1 oyda bir marta oylik beriladi. Qancha so'rasa berib turamiz. Beriladi. Aynan o'zingiz. O'zim bir kuniga 3 mingdan topib turgan bolalar ham bor, 13 mingdan topib turgan bolalar ham bor. Sklatimizga faqat erkaklarni ishga olasiz. Yo'q, ayollar, erkaklar farqi yo'q. Kelmoqchi bo'lganlarga nima deysiz? Kelmoqchi bo'lganlarga kelish kerak, ish qilish kerak. Kelishsa yordam berasizmi o'zingiz? Albatta kelishaversin.